migratsiya jarayonlarining jadallashuvi, megapolis shaharlarning ko'payishi, aholi sonining o'sishi natijasida jamoat transportiga bo'lgan talab va ehtiyoj yil sayin oshib bormoqda. Aynan shu jihatlarni e'tiborga olgan holda bugun mamlakatimiz Qarli kursin. Qizim tug'ilgan kuni bugun. Assalomni tug'ilgan kuni tabriklab qo'yay. Alo. Bolajonim, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, qara. Qarib qopman shekilli. Sen bugun tug'ilgansan. Seni tug'ilgan kuning bugun. Bolam, iltimos, bir kep ketgin. Hop, oyi. Men seni kutib olay, bolam. Peshinda kep ketgin. Bo'ldi, harakat qilaman. Men sen eng yaxshi ko'radigan ovqatingni qilib beraman. Rahmat. Bolajonim, kelgin, xo'p, kutaman. Oyi, hop. Voy assalam. Voy bolajonim, tug'ilgan kuni bugun. Magazinga chiqishim kerak. Narsa olib kelishim kerak. Bolamga eng zo'r ovqatini qilib beray, eng yaxshi ko'radigan ovqatini. Bolajonim, hozir. Zalog'a. Yaxshi ko'rgan ovqatni. Voy. Keldi shekilli. Hali kechsam tayyor emas-ku. Voy. Qizim kelib qopti shekilli, qizalog'im mana. Assalomu alaykum. Olim opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lommisiz? Kayfiyatlar? Bugun kayfiyatlaringiz boshqachami? Ko'rdingiz, oynadan qarayotganingizni ko'ruvdim. Oynadan qaraganimda qo'llaringizda paketlar bilan mana shundoq qilib chiqib kelayotgan ekansiz. O'zim ham hayron qoldim. Nima tashvish? Bugun qizimni tug'ilgan kuni. Uyimga Uyimga kelib, mana shu yerda nishonlaymiz onajon dedi. Bayram bo'larkanda. Qirqqa kirdi ya qizalog'im. Uni xolaga ovqatini qilib beryapman, jonim. Judayam zo'r. Demak, Xudoga ona bola ming mazza qilib nishonlar ekansizlar-da. Xudo xolis. Keling siz ham. Yo'q, esimdan chiqay dedi. Sal qolsa unutaman, qarang. Uyimda biznikida ham mehmonlar bor edi. Iltimos, pichoqqa chiqqandim. Bitta pichoq berib turing. Voy, pichoqni o'rganishdi. Uzr, sizni ham ovora qildim, tashvishlaringizni qoldirdim-a. Nimalar bo'lyapti? Oho, rosa tayyorgarlik ham juda ekan. Ovqat. Qizim yaxshi ko'radigan ovqat qilib beryapman, bilasizmi? Shunaqa yaxshi ko'rardi shu ovqatni. Yoshlikdan shu ovqat qilib bering dedi. Bilaman, eslayman, qanaqa o'yin kulgilar bo'lardi bu yerda. Bolalar kiraverishardi, chiqaverishardi, juda ham yaxshi eslayman. Ayniqsa siz tayyorlagan taomlaringiz mazali bo'lardi-da. Mazza qilardik. Aytgancha, menga ham bir tarelka olib qo'yasiz-a? Albatta olib qo'yaman. Albatta chiqaman. Kosada olib qo'yaman, kosada. Rahmat sizga, rahmat. Chiqinga mehmonlarim kutib qoldi. O'zi pichoqqa chiqqan edim, mayli. Yaxshi o'tkazib oling bayramlarni. Xo'p. Kechqurun o'zingiz ham chiqing. Harakat qilaman, mayli. Rahmat sizga. Yaxshi qoling. Bo'pti, omon bo'ling. Xudoga shukr. Namuncha, o'zi bir yilda bir keladimi yo'qmi qizi tayyorgarligini-chi. O'zicha ziyoli. Bolajonimni bir tug'ilgan kunni nishonlay. Asalim mana, qizalog'im. Jonim, eng yaxshi ko'radigan tortingdan oldim, bolam. Bo'ldi shekilli. Borib kiyinay. Voy, soat. Tezlatyapti. Alo. Eshitaman, oyi. Qizim, Yaxshimisiz, oyi? yaxshimisan? Seni kutyapman, qizim. Voy, oyi, kechiring, esimdan chiqib qoldi.
Elchixona bilan banketimiz bor ekan. Men borasam esimdan chiqib qoldi oyi. Sen yaxshi ko'rgan ovqatingni qilib qo'ydim bolam. Rahmat oyi, lekin esimdan chiqib qoldi. Xafamasmisiz oyi? Yo'q, xafa emasman. Senga yaxshi bo'lsa bo'ldi bolam. Voy, hammasi yaxshi oyi. Bo'ldi, xavotir olmang, yaxshi o'tiring. Telefon qilaman. Xo'p. Acaba menga shirin ovqat qilib berasiz? Acaba bugun 5 yoshga to'ldim. Acaba siz yosh ko'raman. Assalomu alaykum opajon. Mahsulotlaringizni olib keldim. Ming bor zo'r. Dastavkalarni ko'proq edi, o'shan kech bo'lsa ham sizni kuchingiz bilib olib keldim mahsulotlarni. Alaykum assalom. Buyurtma berganim esimdan ham chiqib ketdi. Ayo, hech qisi, men ham sal kechikib qoldim opajon. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingmi-chi? Xudoga shukr. Ha, yaxshi bo'lib keting inshaalloh. To'xtang. Tinchlikmi? Hozir to'xtang. Mana, Ayo, opajon shart emas edi. eshiting. Siz meni xursand qilganingiz uchun, yo'qlaganingiz uchun. Men ham sizni Shart emas edi opajon. Qo'ya qoling shuni. Men sizni xursand qilay. Bolalaringizga olib boring. Bolalaringiz bilan birga Rahmat. baham ko'ringlar. O'zingiz ham yaxshi bo'lib keting opajon. Rahmat. Xo'p. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salom etib qo'ying bola. Xo'p bo'ladi, o'zingiz ham yaxshi qoling. Aloqaga chiqarsiz opajon. Kampir titroq bujur qo'llari bilan yana xat yozay deb qalamin oldi. Kechiringlar meni. Rost, uyalaman. Ammo meni yillar shu kuyga soldi. Bolalarim, butkul unutyapman. O'tgan ishlar, hatto tanishlar ismin. To'shak yig'ishga kuch topa olmayapman. Supura olmayman hovlimiz yuzin. Allaqachon barin qo'ydim unutib. Qanday dorilarni ichishimni ham. Bu narsalarni uyda yo'qotib, qo'shnining uyidan topaman ba'zan. Har bir qadamingiz eslayman intiq. Eslayman ilk ona deganingizni. Bugun zo'rg'a bosaman oyoq. Menga qiyin hatto bir kulib qo'ymoq. Toki sizlar yetib kelgunga qadar kuch topib yashashim kerakdir biroq. Orzuyim ajin bosgan yuzlarim bilan ipakdek sochlarning tubiga cho'ksam. Garchi allaqachon men ortiqchaman. Kerakli odamga bir zum aylansam. Bolalarim, meni xo'p kechiringiz. Sizga ortiqcha yuk bo'ldim, dardisar. Netayin sizlarning sog'inchlaringiz zo'r dardli yuk bo'lib yuragim ezar. O'lim sharpasini eshitgan sari sizlarni bir bora quchgim keladi. Bir soat, bir lahza ko'ksimga bosib, so'ng xotirjam ko'kka uchgim keladi.